Buni hech qanaqa qadoqda ma'lumoti yo'q-ku. Inson tushunganini salomatligini kim o'ylaydi uni? Marketing deydi-yu. Yo'q, mayli. Siz Marketing emas. zarariga sotayotgandirsiz. Kimdir bundan zaharlanib qolsa, Aynan ana shu kolbasani ishlab chiqarish joyida siz bo'lmagansiz. Do'konim remont bo'lyapti. men so'rasam nima deb isbotlab berasiz? Sizga aytaman. Men oddiy pensionerman-da. Qonun qoida bor-da, okajon. Sanitariya qoida me'yorlari bor. 300 kilogramm bo'lgan kolbasa sirlar hozir yo'q qilinadi. Issiq havo, quyosh nuri va ochiq osmon ostida taxlab qo'yilgan kolbasa pishloqlar tashqaridan qaraganda oddiy savdo, aslida esa ochiqchasiga zaharlanish sari taklifnoma. Bu mahsulot qayerdan keladi? Bu anaqada Qayerdan? O'rizor. O'rizordan. Qachon ishlab chiqarilgan Hammasi mahsulot? bugungi aka. Bugun ishlab chiqarilgan. Nima qadoqda ma'lumot yo'q kolbasamizni? Qayerdan olib kelasiz o'zingiz? O'rizordan. O'rizordan olib kelib sotasiz. Yo'lda pishloq mahsulotlaringiz ham bor ekan. Kolbasa qanaqa qilib sotilishi kerak bilasizmi? Aka, do'konim remont bo'lyapti. Hozir yo'lda remont bo'lyapti. Просто klientlar ishlamaymiz deb qo'yganman-da. Iltimos qora suvdan uzoqdan kelishibdi. Bu tovar anaqa do'konga ketadi. Angarondan keldim men. Uzoq joydan kelib qo'yishdi-da aka. Iltimos qilganlar. Biz bugun savdoga chiqmaganmiz. Hali savdoga chiqmaganmiz aka. Do'konim xuddi o'sha hozirgi Do'koningiz bitmasdan turibdi, sizda mumkin emas. Yo'q, bu do'konga ketadigan narsa. Просто iltimos qilishdi, uzoqdan kelib qo'ydik. Iltimos qilganlariga, Instagramdan ko'rib keldim deganlariga iloji yo'q. Menga mahsulot sertifikatini ko'rsating. Ho, yonimda yo'q aka. Teng yarmiga sotganman dedingiz-da. Ha, bitta mashina. Ha, bitta mashinasini nega bu marketing deydi, nima deydi? Men endi marketing Sizga zarar? zarar. Havo Nilufar. 24 mingta odam bo'ldi, 10 kun. Menga o'sha narsa kerak bo'ldi. 10 minglik albasamiz keldi. Obacha, men mazasi qanaqa ekan? Anaqa yosh katta odam aldaydi. Biroq o'zingiz fikringizni aytib yuboring. Bu mahsulotlarning na ishlab chiqarilgan sanasi bor, na yaroqlilik muddati ko'rsatilgan. Eng achinarli jihati do'kon peshtaxtalarida turishi lozim bo'lgan bu ne'matlar ko'cha o'rtasida chang to'zon va jazirama issiqda xaridor kutmoqda. Buni hech qaysi mana qadog'ida ma'lumot ko'rsatilmagan. Bu birinchi galda qanaqa go'shtdan tayyorlanganligi noma'lum odam uchun. Men so'rasam nima deb isbotlab berasiz? Tarkibida nima bor? Qachon chiqqan bu desam. Hammasini anaqaga qo'yibman Instagramga. Yo'llar, qanday tayyorlanadi, qanday pishadi. Qadog'ida ma'lumot ko'rsatish kerak. Hop sotib olarkan sertifikatini so'radingizmi o'sha? Sizga sotayotgan odamdan? Sertifikatlari bor. Hozir men sразу Telegramda tashlab beraman. Ishlab chiqarilganlik ma'lumotlari mavjud emas, to'liq. Kelgani hisobiga iltimos qilishdi. Yaroqlilik muddati yo'q. Bu kolbasamiz o'zida ham ko'ryapsizlar. Qadog'ida ma'lumoti yo'q. Aka qayerdan keldim dedingiz? Angarondan keldim men. Yo, siz ertaga qarang-da. Ertaga savdo bo'lmaydi. Yo'q, gapni eshiting. Kimdir bundan zaharlanib qolsa, oshqozon ichak faoliyati buzilsa, o'tkir yuqumli ichak kasalligiga chalinsa, siz javobgar bo'lasiz sotayotgan mahsulotingiz uchun. Buni hech qanaqa qadog'ida ma'lumoti yo'q-ku. Mana, o'zim qadog'i buzilgan, mana. Qishloq mahsulotlarimiz qadog'idan ochilgan, tatib turish uchun berilyapti bu mahsulotlar ham. Mutlaqo noto'g'ri holatda. Mana bitta ham sosiska mahsulotimiz. Sosiska mahsulotlari albatta o'sha minus haroratdagi sotishlarda sotilishi kerak bo'ladi. Hozir ko'rib turibsiz, mana qadog'i yumshagan, suv chiqib qolgan. Ya'ni o'sha qadog'i buzilishiga bir vaqtga qolgan va suv chiqib qolgan va iste'molga yaroqsiz holga kelgan va bu albatta o'sha iste'molchilarga sotuvga berilyapti. Sotuvchilarning do'kondan ko'ra arzonroq degan vajlari ortida inson salomatligi yotibdi. Hujjatlarsiz, markirovkasiz va sanitariya talablariga javob bermaydigan bu mahsulotlar qayerda va qanday sharoitda tayyorlangani hech kimga ma'lum emas. Zaharlanish kerak bo'lsa oddiy suv Siz bilan birinchi marta zaharlanadi. olishdingizmi yo oldin ham olibsizlarmidingiz? Birinchi keldim. Lekin mazasi yaxshi ekan, hamma aniq qilinmaydi-yu bari. Qonun qoida bor-da, okajon. Sanitariya qoida me'yorlari bor. Sanitariya qoida me'yorlari bor. Insonni ham tushunish kerak. Inson tushunganini salomatligini kim o'ylaydi uni? Buni yuzlab odam iste'mol qiladi. Boshqa joyda o'ylayotgan. Sana odamlar kelsa, 5 so'm pulni olasiz. Ha, sizga aytaman. Men oddiy pensionerman-da. Menga mazasi yaxshi bo'lsa, no yaroqligini yeb ko'rganingizda bilasizki. Bilmaysiz deb ko'rganman mahsulot. Qanday bilmaysiz? Qanchadan sotishyapsiz? Buni pashti hammasi tan narxida. Men do'kon ochyapman-da bu yoqda. Hop.
do'konga nimaga reklama bo'lyapti. Tan narxidan arzonroq va o'zini Taxminan qancha? Dona. nima? 30 ming so'mdan o'zi sizlar 31 ming shunga tushadi. Ma'muli 65 ming, standartni ham shunaqa tushadi. Ko'p kurka go'shti, g'oz go'shtidan tayyorlanadi. Ayni damda Yangi hayot tumanidamiz. Bu yerda salkam 300-400 kilogramm bo'lgan, yaroqsiz, ishlab chiqarilgan sanasi mavjud bo'lmagan kolbasa, sirlar hozir yo'q qilinadi. Reyd tadbirlari davomida iste'molga yaroqsiz bo'lgan, yaroqlilik muddatlari ko'rsatilmagan, noto'g'ri sharoitda saqlanayotgan va iste'mol uchun xavfli bo'lgan 300 kilogrammdan ortiq kolbasa mahsulotlari, undan tashqari pishloq mahsulotlari o'rnatilgan tartibda savdodan olinib, yo'q qilish choralari ko'rildi. Hurmatli hamyurtlar, o'z salomatligingizga befarq bo'lmang. Ko'cha-ko'yda quyosh tig'ida turgan va ishlab chiqarish muddati noma'lum bo'lgan mahsulotlarni xarid qilishdan tiyiling. Unutmang, tejab qolingan bir necha ming so'm keyinchalik sog'lig'ingizni tiklash uchun sarflanadigan millionlarga aylanmasin.